Salom. Bugungi videomizda yangi dacha oldik. Mana dachamiz shu do'stlar. Bugungi videomizda shu dacha nimaga Hasanboy yo'q deganlarga Hasanboy akam ketgan. Demak, videoni ko'p jirmasini boshladik. Men ukasiman Husanboy, akam Hasanboy. Demak, dachani ko'ramiz. Dachamiz birinchi qavati bunaqa chochib o'tiradigan anaqalar ekan. Bu yerda ham Başı bomba qilib qo'yishibdi lekin. Voy dollar, maytda ham bor ekan, albatta cho'tka qilib tashashgan. Demak, birinchi xona, bu yerda ham televizor joyi bor. Normalniy xona qilib tashashga, maytda ham bormi, yo'q. Demak, ikkinchi etajga o'tarkanmiz. Demak, hop, o'tamiz. Demak, ikkinchi qavatdan birinchi etajni ko'rib tursangiz bo'lar ekan. Va bu xona bor ekan. Bu bor ekan. Mana mana bu yerda xohlagan joylarga o'tib tursanglar bo'lar ekan, kiyinsa bo'lar ekan. Mana bu yerda yotoqxona va mana yotoqxona. Buni o'zingiz qurganmisiz deganlarga, yo'q, buni o'zim qurmaganman. Do'stlar, mana balkoni bor ekan. Eng qiziqi balkon bor ekan do'stlar. Bolalar bunday ko'chadan qarab, bunday qarab turaverasizlar hamma yoqqa. Demak, keyingi videoyimizda akam bilan ulashib, mashinada bekmoch o'ynaymiz. Demak, wow! Bomba ekan. Bu yerda voshshi zo'r ekan do'stlar. Wow! What the fuck is that? Kayf! Skinni ko'ringlar. Yo'q, vrot. To'xtanglar do'stlar, iltimos xos. Bunda do'stlar skinimizni ham qildik. What is o'ldirib tashlashmi bitta? Seni o'ldiraman. Qani bitta? Amalika. Yo'q, vrot chichadi hozir bular. Ana ko'rdinglar do'stlar, chichadi dedim-ku. Skinimni ko'rsatib o'tay. Akam skini mana. Shu skin ko'rib olgan bo'lsanglar. Demak, bu yerda ko'rdik, normalniy qilingan ekan. Endi boshqa pasi ham bor ekan, hozir pasini ko'rib chiqamiz. Demak, shu videomiz obunachidan 100 ta bo'lsa, obunachimizdan 100 bu yerda ko'rmadi shekilli, maytdan chiqami? Yo'q, banavrot maylar ko'rmayapmiz. Boshqatdan moralichi ma'lum bo'larmi? Bunday yopishgan ekanda bu bomba bo'lib chiqqan ekanda do'stlar. Maytda kirsa bo'larmikin degan savol qiynayapti-da. What the fuck is that? Do'stlar, maytda davom o'tirsanglar bo'lar ekan. Yo'q, banavrot ishga. Shu bomba chiqarishgan ekan. Demak, do'stlar, mana mayotda damalsizlar bo'lar ekan, ana qo'rqqan. Shunday qilib, bunday qilib damalib yotsanglar bo'lar ekan. Demak, bu ko'rsatib o'tdim shekilli. Mashita kana hali joyida ko'rsatib o'tish kerakda. Yo'qda do'stlar, meni ko'rishgan masala. Maytda ko'rding-a? Bu kim ko'rdi? Ha, mana. 3-chi etajgacha bor ekan shekilli bu. Bordi, ko'rdingda do'stlar, ha? Ko'rganlarga bizamiz. Buni fast zabı do'stlar. Tomini ham qildirishgan ekan. Normalniy. Молодец. Lekin bu odam qurgan odamga молодец. Masjidga qanday kirsa bo'ladi? Pashi bomba bo'lib chiqqan ekan, demak. Mana, ha, do'stlar. Qayerda endi bu yer hozir, do'stlar, hozir. Bular videomiz tugadi do'stlar, like bilan obunani bosib tashinglar. Keyingi videomizda akam bilan ulashib shu yerda bekmoch o'tkazamiz. Zafar oshini. Mana shu videoda ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu videoga sen o'ynayotgan Minecraftni nomini yozib qo'y. Demak, shu bilan video tugadi. Hammaga xayr. Hamma yaxshi dam olsin, do'stlar.